aka, hurmatli tadbirkorlar, bugun noyabr oyining 14-kuni Agrobank ATB Mingbuloq viloyat tadbirkorlar uchrashuvi o'tkaziladi. Barcha savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Bundan oldin bizda hozirda mavjud bank kiritlari to'g'risida tushuntirib o'taman. Bizda hozir biznesga birinchi qadam yo'nalishi bo'yicha 5 million so'mgacha 1 yil muddatga erkaklarga 25%, ayollarga 23% dan kredit turlari mavjud. Bundan tashqari biznesga ko'mak yo'nalishi bo'yicha 17 million so'mgacha 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan kreditlarimiz mavjud. Buning ham foiz stavkasi 25%, ayollarga 23%. Mahalla loyihasi bor. 50 million so'mgacha 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan ayollarga 23%, erkaklarga 25% dan. Yuridik mijozlarga ajratiladigan PQ 312 kreditimiz bor. Oxirgi 1 yil mobaynida faoliyat yuritgan tadbirkorlarga beriladi. Foiz stavkasi tuman toifasidan kelib chiqib belgilanadi. Biz Mingbuloq tumani 5-toifada bo'lgani tufayli 19% dan, ayollarga 2% imtiyozi bor, 17% dan. Savollaringiz bo'lsa bersang.